Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafarjonov Rifat dasturi o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, eng qiziqarli futbol xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun biz bilan voqealar rivojini kuzatishda davom eting. Mehnatimiz uchun like tugmachasini bosib qo'ying, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Eng qiziqarli xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Shu yili Yaponiyada Aichi va Nagoya shaharlarida bo'lib o'tadigan 2026-yilgi 20-Osiyo o'yinlarining futbol musobaqalariga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Qur'a natijalariga ko'ra Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O'zbekiston U23 terma jamoasi nufuzli musobaqaning C guruhida Vietnam, Filippin, Kuvayt bilan kuch sinashadigan bo'ldi. Osiyo o'yinlarining futbol turniri 15-sentyabr kuni boshlanadi va 3-oktyabr kuni yakunlanadi. Qur'aning umumiy natijalari quyidagicha ko'rinish oldi. A guruhida rasmiy mezbon Yaponiya, Tailand, Qirg'iz Respublikasi, Gonkong. B guruhi Xitoy, Birlashgan Arab Amirligi, Eron, Shimoliy Koreya. C guruhi Vietnam, O'zbekiston, Filippin, Kuvayt va so'nggi D guruhida Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Qatar terma jamoalari o'zaro bahs olib borishadi. Bu musobaqada Ravshan Haydarov shogirdlariga ham omadlar tilab qolamiz. Jahon chempionatidan so'ng ikki o'zbek futbolchisining narxi keskin oshdi. Transfermarkt portali ekspertlari 2026-yilgi jahon chempionati yakunlangandan keyin eng nufuzli musobaqada ishtirok etgan futbolchilarning bozor qiymatini yangiladi. Yangi baholash natijasida O'zbekiston terma jamoasining 2 yosh himoyachisi Jahongir O'rozov va Behruz Karimovning transfer qiymati ham sezilarli darajada ko'tarildi. 22 yoshli O'rozovning bahosi bir zumda 600 ming yevroga ko'tarilib, 1,2 million yevroga yetdi. Karimov transfer qiymatiga esa 650 ming yevro qo'shib 1 million yevro chegarasini zabt etdi. Jami hisobda ikki futbolchining umumiy qiymati 1,5 million yevroga oshgani qayd etilgan. Bu borada o'zbekistonlik futbolchilarga omad tilab qolamiz. Futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatining umumiy turnir jadvali e'lon qilindi. Albatta bu tabiiyki o'zbek futbol muxlislarini ham qiziqtirishi aniq. 48 ta terma jamoa ichida O'zbekiston milliy terma jamoasi faxrli 44-o'rinni qayd etdi. Bizdan keyingi o'rinlarni Tunis, Iroq terma jamoalari qayd etishgan. Qadrli do'stlar, FIFA reytingida O'zbekiston terma jamoasi mundialda qatnashishdan oldin 50-o'rinda edi. Afsuski, mundialda qatnashgandan so'ng umumiy hisobda 5 ta o'yin o'tkazgan vakillarimiz 5 jala o'yinni barchasida mag'lubiyatga uchradi va FIFA reytingida 10 pog'ona pastga sho'ng'idi, 60-o'ringa mustahkam joylanib oldi. Mavzuni Qashqadaryoga, ya'ni Nasafga qaratamiz. Nasaf bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev Mashalga qarshi kechgan o'yindan so'ng jurnalistlarning bir qator qiziqarli savollariga javob berdi. Akrom Afif, ya'ni Qatar terma jamoa a'zosi Nasafga keladimi? Xalqaro maydonda ishtirok etadigan Nasaf o'z tarkibiga Qatar terma jamoa a'zosi Akrom Afifni qo'shib olish haqidagi mishmishlarga ham to'xtalib o'tdi. Akrom Afif Nasafga kelishi borasida mishmishlar tarqaldi. Bu haqiqatmi? Ro'ziqul Berdiyev quyidagicha javob berdi. Qisqa: Akrom Afif kelmasligi aniq. Uning maoshini ba'zi Yevropa jamoalari ko'tara olmaydi. Ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deydi Akrom Afif haqida Ro'ziqul Berdiyev, Nasaf ustozi. Shunday ekan, har xil mishmishlarga ishonishni keragi yo'q. Ushbu yangilik bilan mavzuga yakun yasaymiz. Italiya futbol federatsiyasi Pep Guardiolani murabbiylikka taklif qilgan. Yillik maosh 10 million yevro etib aytishgan. Lekin Pep Guardiola 20 million yevro evaziga ular bilan ishlashlarini aytgan. Qadrli do'stlar, Manchester Citydan ketgandan so'ng hozirda Pep Guardiola ishsiz. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafarjonov Rifatbekka obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.